Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizlarni подписчиклар, bizlarda kuzatib boruvchi aka uka opa singilda paxtalik chaponlarimiz yana keldi. Kapishonlik paxtalik chaponlarimiz mana bomba variantcha bo'lib kelgan. Qoralari ham kelgan, juda chiroyli qoralari chiqqan. Qoralaridan kelgan, keyin mana ayiq polvonlaridan kelgan. Endi bu rangni oti ayiq polvon bo'lib qoldi. Ayiq polvon. Keyin bulardan 3 dona qo'l chokida ham kelgan. 3 dona kelgan. Bittasi mana bu. Ikkinchisi. Yana bitta xuddi shunaqa rangdan. Uchinchisi. Marhamat, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bir dona mana bunaqasi ham kelgan. Mana bu rangchasi bir dona keldi. Bular paxtalik aytib qo'yay. Bu mag'zi paxtalik, buni tikilish sifat boshqa kapishonlik chaponlarimizdan ancha farq qiladi. Bular uzunroq, birinchisidan uzunroq, ikkinchisidan mag'zi paxta. Sifat a'lo darajaga chiqqan, akkuratni tikilishlari ajoyib variantcha. Marhamat, kimga kerak bo'lsa telefon nomerimiz opisaniyada aloqaga chiqaverasizlar. Variantchamiz bomba bo'lib kelgan.